Ayni yoz fasli pishqichilik, to'kinlik va fayzu baraka mavsumidir. Hozirgi kecha kunduzda fermerlar va tomorqa yer egalari tomonidan bozorlar arzonligi va dasturxonlar to'kinligiga munosib hissa qo'shilmoqda. Yaqinda Peshku tumani fermerlar kengashi tashabbusi bilan bog'dorchilik tizimidagi yer egalari faoliyati o'rganildi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Yoz faslining shifobaxsh ne'matlari. Darhaqiqat, ular orasida inson organizmiga quvvat beradigan minerallarning boyligi jihatidan o'rikka teng keladigan meva topilmasa kerak. Buxoroda yo'qolib borayotgan qadimiy o'rik navlarini ko'paytirish borasida Peshku tumanida istiqomat qiluvchi g'ayrat, shijoatli izlanuvchan bog'bon O'tkir Tolibovning sa'y-harakatlari yuqori samaradorlikni ta'minlamoqda. Qahramonimiz ushbu sohada ham ko'chat, ham mahsulot yetishtirmoqda. E'tiborli jihati yer tilini, qishloq xo'jaligi ilmini puxta egallagan fidoi inson o'ziga tegishli maydonga asosan eksportbop o'rik navlarini joylashtirgan. Yaqinda tuman fermerlar kengashi vakillari uning tajribasini o'rgandi. Fermer xo'jaligimiz ko'chatchilikka ixtisoslashtirilgan. Bu yerda mana subxona navli o'rik, yubiley navli, abrikos hamda mana ertapshar qo'shni Turkiya davlatlarida yetishtirgan o'riklarni ham olib kelib o'zimizga ko'paytirishni yo'lga qo'ydik. Bu rubitsa navli o'rik. Bu 4 tala o'rik ham bir-biridan juda yaxshi, eksportbop, ertapshar, serhosil. Shuning bilan birga mana xalqni dasturxonni to'kinchiligiga albatta biz o'zimizni hissamizni qo'shyapmiz. Bundan biz xursandmiz. Shu kecha kunduzda 20 tonnaga yaqin eksport qildik. Hali 50% ham o'rigimizni yig'ishtirilgan yo'q. Shu bilan bir qatorda mana qo'shni Samarqand viloyatidan kelgan dudlovchi yigitlar dudlayapti, turshak qilyapti. U yerda mana yuzlab yigit qizlarimiz ish bilan band. Asosiysi shu bu yerda. Ish ko'zini biladigan O'tkir Tolibov o'rikdan mo'l va sifatli hosil ko'tarish uchun tarmoqda qadimiy tajribalar va zamonaviy usullarni bir-biriga uyg'un ravishda tashkil etib, salmoqli natijalarga erishmoqda. U nafaqat o'rik ko'chatlarini, balki boshqa mevalarni ko'paytirishda ham doimiy izlanishda. 2024-yil kuz oyida plyonka ostiga mana shu meva danaklarini, ya'ni urug'larini ekkandik. 99% unib chiqdi. Mana parvarishlayapmiz. Endi iyul oyining oxiri, avgust oyida payvandlash jarayoni boshlanadi bizda. Bu yerda biz mana 8 turdagi meva ko'chatlarini yetishtiryapmiz. Asosan o'rikni 4 turi, olxo'ri, olma, gilos, shaftoli, atirgul, mana shunga o'xshagan ko'chatlarni yetishtirishni yo'lga qo'yganmiz. Qahramonimiz o'zining bog'dorchilikdagi faoliyati jarayonida ikkita muhim masalani hal qilmoqda. Birinchidan, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini ta'minlashga munosib hissa qo'shish bo'lsa, ikkinchidan yangi bog'-rog'larni ko'paytirish uchun serhosil o'rik navlaridan ko'chat yetishtirayotganligidir. Bugun yurtimiz bog'larida ayni pishqichilik pallasidir. Barcha joyda bo'lgani kabi tashabbuskor O'tkir Tolibovga qarashli o'rikzorda ham hosil cho'g'i baland. Bu yerda shifobaxsh mahsulot peshma-pesh yig'ishtirilib, ham ichki bozorga chiqarilmoqda, ham xorijga eksport qilinyapti. Halol mehnat ortidan esa yer egasining dasturxoni to'kin, daromadi mustahkamdir.